sulaydı samaverde. Oynab ketdi, qizib ketdi. Nasirdinning hikmatleri. Vay alametçoy. Molla Zeydin salay chaqqan. Çayxana kirmeyelim ayrılın. Samkamning chaqchaqlari. Hamşey uludu. Molla Zeydin salay chaqqan. Samkamning Rasteysi. chaqchaqlari. Assalamu alaikum. Çayxanamızda qadam təşrif qilgan aziz mehmonlar. Kelgan qadiminglarga marhaba. Assalamu alaikum. Mehrimizge, rishtimizga tutashgan qadrdon do'stlar. Didor g'animat. Assalomu alaykum çayxonamga kelgan aziz mehmonlar. Kelgan qadiminglardan gullar echilsin, xushpuroqlar chechilsin. Rahmat. Aziz mehmonlar bilan çayxanamızda yana bir qitim jam bo'lganligimdan intayin xursandman. Rahmat. Mana menmo bugun çayxonamizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarga xush kayfiyat ato qilish fursatiga ega bo'la olganligimdan intayin baxtliman. Vay menmo mushu çayxona ahliga mushu illiq, issiq, tatliq chayimni quyish fursatiga ega bo'layotganimdan nihoyat xushalman. Chunki bu çayxonamga kelgan aziz mehmonlar, bu çayxona bek esil danq ketdi jiroqqa. Keldim oxiri mana men chidolmasdim piroqqa deb turib keladi emasmi? Rasteysi adash. Shundaqmi ya? Rahmat. Ey mehmonlar, undaq bo'lsa mushu danq ketgan chayimni bilishmamsizlar. Bu ishqinglar deme. Bağan, bir qizg'iliqinglar ishib, tishib zodi çayxona tiliga ilinsilar. Qo'shaq og'zinglardan to'kildan bo'lib ketib bardi ya. Qo'shaq shunas. Onlar bikaga aytmabdi-kanda. Çay samavarda qaynaydi, mikro dilda deb. To'g'ri aka. Rahmat. Setib ala mozayni. Oppo aldım chiroylik. Oppo telefon bek yaxshi, hamma ishga qulaylik. Bir qizchaqqa avatdim. Suratimni Oppo'da. Oppo telefon yo'qdiki, Mehmet bilan Oppo'da. Oppo alar bilgerler. Setib ishdan paypaq ne? Setib etdi Hashimmo Oppo uchun paychaq ne? Çayxanaga kelganda taqab qo'ying Oppo'ni. Başlap keling va lekin Mehmet bilan Oppo'ni. Mötüverning kiyimi mötüverge yaraştı. Sırdışımni içkeş kız çokallar qarashdi. Alamet. Qo'shaq tuqqan tilinglarga yetmagay malamet. Rahmat. Mana mötüvergimiz yiqibdi-da. Жо'qda. Bugun çayxonamizga alohida qadam tashrif qilgan mehmonlarimizdan bizningki izdan korxona maslahatchilik shirkatining qurg'uvchisi inimiz Muhammad Sulaymon izdan ma'lumi qadam tashrif qildi. Endi mush insonlar hayotida umid bilan yashaydigan yoki bo'lmasa umidsiz yashaydigan to'g'riliq mushniki zada mahayda ahmid to'g'riliq ikki qizmi so'zlab bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum çayxona ahli. Bugundan men o'zim shu his qilganlarim bo'yicha umidvorlik va umidsizlik to'g'risida qisqacha bir o'zimning tushunchisini o'tirib qo'yib boqay. Hamda odam shu umrda baxtga yoki uftuqqa intilib man odamdi. Hamda bilan menki shu demoqchi bo'lganim shu umidsizlikning ziyin to'g'riliq qisqacha bir tushuncha bersam. Mening shaxsan ko'z qarashimda biz ma'lum bir nishonga yoki ma'lum bir baxtga intilib mangan vaqtimizda bizning ruhiy kayfiyatimizni bir mashina desak, bu mashinada ikki narsa bor hamda. Birisi tormoz, birisi moy. Hamda umidsizlikni men tormozga o'xshataman. Demak, bir odam umidsizlangan chaqda u ko'zlagan nishonga minishdan to'xtaydi yoki surat ostilaydi. Bu vaqtda men yaxshi ko'radigan bir misol bor, shu Domkratning hikoyasi deydigan. Shu bir yosh uzun safarga chiqdi ekan, bir bayovonda choq etilib ketib, mashina to'xtab qoldi ekanda. Bu bayovon yo'l bo'lg'achqa o'tgan kechgan mashinalar intayin oz. Yiroqqa qarasa bir uy ko'rinayotganda, shu zapas choqni salay deb qarasa bu mashinaning keyinda Domkrat yo'q. Domkrat maxsus choqsil ishlatadigan bir muhim qurol bo'lg'achqa, shu uyga berib, men shu Domkratni oriyatga elib kelay deb mangadi ekan. Orliq yiroq. Bu yosh mangadi ekan, lekin bekam olmaydi ekanda. Kallasida bir savol hukmron. Bu savol qaysi desa,
berib ishini cheksam, oshimiz qanday qilarmi? Ishini echib, damkarat bo'lmiz qanday qilami? Damkarat baturuqliq bamay turib qanday qilami degan savolni qaytilab kallasini qo'yib berib, eng oxiri uyga yetib borguncha bu tayyor bo'ldi ekanda, kayfiyati. Şunu işini çekedi ekan, işini açqandan keyin gap so'zsiz, salom savodsizlam, og'zimizni tillaydi ekan. O o'lgör. Eski demokratning nimanda qaytarib ketsa. Am bu gapni alğa uyigisi sarangdan bir kelgan o'xshaydi deb ishni yeplam, oshmaydi ekanda. Endi bu yosh demak bu yerda ko'zlagan nishonga yetanmidi. Am bu nemishqa mag'lub bo'ldi degan chaqda, amaliyotda bu yo'lda ketayotgan chaqda bu o'zini o'zi mag'lub qilish tafakkur andisi kirib qolganda Tehi bağmay turuplam, anında tak ariyetki sormay turuplam, iliş ümidini üzüp boğan bu. Demek ki asli berdiğan nesini bağmay kaldı da. Şunu beyadik mühim ideya nime degan vaqtda köp qism kishilar odatda turmuşda tehi bo'lmagan ishqa, tehi yuz bermagan ishqa, mayli imtihon bo'lsin, mayli xizmat bo'lsin yoki ma'lum bir nishon bo'lsin, tehi onunga harakat boshlamay turuplam, tehi tutmay turuplam, o'ziga o'zi uttirish signali berib qoladi, bisharat berib qoldi. Setiş xodimlarim shunda iste'molchilar ko'rishmay turiblar bu olmaydi dedi. Demak ki olmaydi degandagi ideya harakat ta'sir ko'rsatib, u bir xil passiv tuyg'uni tushundirdi, eng oxiri olmaydi qolgan shakllandi. Shunga men o'tganda undadagi bir so'zni ko'rib qoldim. Mark Twainning bir so'zi bor ekan. Men hayotimda ansirgan nurg'unlagan ishlarning ko'p qismi yuz bermadi deydi. Ma gap bak nochi gapga yaxshi ko'rib qoldim-da. Nurg'un ishlardan ansiraydi ekanmiz-da, lekin ko'p qismi amaliyotda yuz bermaydi ekan. Şuna menimcha ümidsizlik bizning putimizni keyniga tortadigan, ko'zlagan nishonga yetkazmaydigan bir muhim narsa. Ham buning qanday qilganda biz umidvorlikqa intilib mangmiz deganda, menimcha imkon qadar biz ikki so'zni o'rganib olsak, birisi normallik, yana birisi tanlay deb qaraymiz. Endi ko'p qism kishilar ma'lum bir narsaga kerak deb qarab olgancha, kerak. Cho'qim menga bu bir narsa berish kerak. Cho'qim menga bu men degan narsani ta'minlash kerak yoki iste'molchi cho'qim bu narsani setilish kerak degan vaqtida kerakning o'rniga biz cho'qim agar ep qolsa, ko'zlagan nishonga yetib qolsam ta'lim, yetanmay qolsammi normal ish degan narsaga kirgan vaqtida bu yerda bir zapas bir plan bo'ldi ekanda. Shunga menimcha hayotimizni biz ko'zlagan narsalarga yesak, ta'limimiz deb tushunsak. Agar yetanmay mag'lub bo'lsak, bu normal ish deb o'ylagan chaqda menimcha umidsizlik asta-asta aziydi. Shunga umidsizlikning birinchi sababi menimcha zapas plan yo'q. Ikkinchisi bek mukammal bo'lib ketish. Çoğum hem işler caydı buluş gerek dep qarabiliş. Üçüncüsü nişan bek yuqurub qilish dep qarayman. Haddin ziyod nişan yuqurub ketsa, o'zining real mau sharoitiga mos kelmay qolsa, demak u aniq yetanmaydi. Yetanmagandan keyin bizda bir so'z bor, umid qancha cho'ng bo'lsa, umidsizlik shuncha cho'ng bo'lgandek bu odamning yili chiqadigan gapi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat bizden malum. Rahmat. Bizden malumniki sözleri naitli bizge ta'sir qildi. Hozir ham bizniki çayxonamizning aziz mehmoni bo'lgan Ali Malim o'ltiribdi. Ali Malimning mushu bayatınki biz devatgan temaga bir ikki yig'iz bir so'zlab bergan bo'lsa deydi. Bir arzuyim bor. Qana anglab qoldim. Alayla. Hem bu tushkunlik, bu hamda ro'yi sog'lomlikdagi bir o'sma kasal, rakka o'xshagan narsa bu. Tushkunlik giribtor bo'lgan odam dunyodan voz kechibdi. Uningga dunyo bir xil qorong'u, kulrang, uning kelgusi bir xil tuman ichida bir xil tuyg'u bo'ldi. Tushkunlik giribtor bo'lgan odam avval u o'ziga o'chilib ketadi. Ammo o'ziga bo'lgan o'chmanlikni u boshqalarga o'ch bo'lish orqali ifodalaydi. Bu xuddi quliq bir tal bol qilib olgan odam bir umr hamma yerda mixiz degandek, umi dunyoda o'ziga qarishlam narsani izlaydigan mana shunday bir xil qo'rqinch kasali hisoblanadi. Umidvorlik dal buning aksicha bir xil quyosh nuriga o'xshaydi. O odamlarning qalbiga kirgan vaqtda bir xil o'zi hayotida bir ikki qitim his qila oladigan bir xil tuyg'u bilan uni bir xil xuddi derizlarni echib etgandek quyosh nurini shu uyga boshlab kelganda qalb boshida yuriydigan gap. Ammo umidvorlik bu harakat ifodalaydigan narsa, eg'izda emas. Kambag'al kishilar umidvor keldi. Chunki ular doim tuyuqsizlar boyolab ketishni, tuyuqsizlar bir o'zgarishlarni bo'lib ketishni xiyol qilib o'tadi. Mag'lubiyatchilar umidvorlik to'g'risida so'zlaydi. Chunki ular tashqi dunyoda harakatida umidvor yashamaganlik uchun faqat ichki xiyollardilar va ancha-muncha eg'izdilar umidvor yashaydi.
bu orqali ular o'zining ümidsizligini yushirmoqchi bo'ldi xolos. Bularmi tip yildizni ilib aytganda asli umidsiz kishilar. Haqiqiy umidvor kishilar-chi. Haqiqiy g'oliblar, haqiqiy g'alaba qilganlar, ular umidvorlik to'g'ri so'zlamaydi. Ular ishlaydi. Chunki ular dunyoning mo'l-so'lliq to'lganligini biladi, ko'radi, ishinib turdi. Biz dunyoni zarricha, molekula zarricha, atom zarricha nuqtasida kuzatsak, yoki bunday qilganda bir odamning ko'ziga keyin olimlar taraqqiy qilib mikroskop shaklidagi bir ko'zoynakni yasab taqab qo'ysa, dunyo hargiz biz hozir ko'rgandek bo'lmaydi. O vaqtgi dunyochi, o vaqtgi dunyo ajoyib mo'lchilik bilan to'lgan, o vaqt dunyo ajoyib bir xil go'zal muhabbet bilan to'lgan bir holat keladi. Odam ana hayotida ashundaq bir holatni ko'raliganda, tuyolganda, uning qalbida tug'mila umidvorlik shakllandi. U eng oxirining e'tiqodiga aylanib ketadi. Andan bu xil yushin ang singib ketgan haqiqiy umidvorlik uning taqdirida zo'r o'zgarishlarni keldi. Gerçi o hayatı bir qetimmi umidvorlik to'g'ri so'zlamagan taqdirdimi, uning taqdiri, uning hayotila umidvorlik to'g'risida o'zini so'zlab berdi. Mana buni biz nima deymizsa, umidvorlik deymiz. Men Allohda farzand tarbiyasidagi 10 xatolik degan bir leksiya so'zdim. Shuning 4-inchisi nima desa, biz Uyg'urlarda bolalarni tarbiyalagan vaqtda doim pul tapmak qiyin degan bir ideyani singdiramiz. Bu bir zaharlik, virus xarakterlik ideya bu. Chunki pul tapmak qiyin degan bu ideya 2 yoshdan 4 yosh yoki 4 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning texi mudofiyasiz tug'an mingisiga kirib, ularning yushin onglariga, qalbining ulik bulunglariga o'rnab ketgan vaqtda pul tapmak qiyin degan bu xil ideya kamlik tuyg'usini, kamlıqdan ibaret bir reallikni shakllantirib, uning taqdirini haqiqatan da mushkullikka boshlab bordi. Shunga asli biz balliq davrida biz o'z farzandlarimizga dunyoni go'zal, dunyoni bayashat, pul tepishni o'ng'ay, odamlarni ajoyib go'zal tasvirlashimiz kerak. Bu xil tasvirlar uning qalbida bir xil rasm shaklida qolganda, onundan keyin bu rasm uning taqdirida tabiiy shakllandi. Biz buni bir umidvorlik deb qaraymiz. Men yaqinda e'lon qilgan Muallim keldi nomli kitobimda 2 kishining tushi deydigan bir asar bor. Bu 2 kishining tushi. Hamda ingliz tilida umid, orzu degan xat bilan biz uxlaganda ko'radigan tush degan xat bir xat bilan ifodalandi. Ya'ni dream degan xat bilan. Şu nurgun adamlar dream, umidvor bo'ldi, orzu qildi. Ammo ba'zilarning bu orzulari faqat uxlaganda ko'radigan bir tush xiyolga aylanib qoldi. Ammo yana ba'zilarning bu xil xiyol qilgan tushlari haqiqiy umidvorlik bilan jug'urlab, uning realligiga aylandi. Ya'ni shu tekstimi 2 odam o'xshash tush ko'rdi. Birsi shuni ko'rgan manzarga ishinadi. Garchi nurg'ulgan pishkelchilik qiyinchilik yo'liqsimi, u eng oxiri o'z topmoqchi bo'lgan boyliqni topadi. Yana birisi bo'lsa, bu mening tushimga deb qaraydi, voz kechadi. Shu tufayli tushkun bo'ldi. Biz buni bir qiyinchilik deymiz. Ammo bu hamma odamda o'xshash mahsulotni ishlab chiqarmaydi. Bu qiyinchilik ba'zi odamlarni, ojizlarni vayron qilib etsa, kuchliklarni texim kuchli qilib yutadi. Bu xuddi o't qog'ozni ko'ydagan bilan tumuni po'latdek tavlib etgandek bir ish. Onundan başqa odam chuqum ana shunda vujudi bir xil umid bilan to'lgan kishilar bilan jiqroq o'tish kerak. Chunki ro'yatdagi nurg'un narsalar odatdagi juqumlik kasaldan bekrak juqudi. Shun biz atrofimizni doim qanday odamlar bilan, eng aktiv odamlar bilan to'ldirishimiz kerak. Biroq bizning do'stlarimiz, hatto bizning uydagilarimiz, tuqqanlarimizning ba'zi bizning o'zgarishimizga vasliq to'sqinlik qildi. Chunki ular biz o'zgargandan keyingi yangi menni qabul qilg'iz kelmaydi. Sen burun mandatingli deydi. Men bilan kichik vaqtim cho'ng olgan bolalar meni ko'rsalar, "Osh, atishdi bir o'stangda shtallarimizni selib itib, top taritda suv ichishga oltimni ko'rdi. Ularning ko'ziga shu vaqtga melli ko'rdim. Ularning qalbida eli qurban yo'q." Şu ular ana shunda bizning yangi odam bo'lishimizni qabul qilolmaydi.
Şunu biz qanday qilishimiz kerak? Biz to'xtamay yangi do'st tutishni bilishimiz kerak. Yangi do'stlar bizning yangi obrazimizni qabul qiladi. Ularcha, ular bizga madad berdi. Kon do'stlarimiz doim u bir mushundati deyishni biladi. Garchi ularning niyati yaxshi bo'lsa-mu, ammo eng oxir bizga ziyonliq bo'ldi. Shunga biz butkul jamiyatni bir xil inoqlik, aktiv energiya bilan to'ldirishimiz lozim. Bu xil muhitda kichik urug'ni qo'yib qo'ysimi, yaxshi o'saverdi. Chunki ash muhitda, ya'ni bizning bolalarimiz eng oxir o'sib yetildi. Shunga umidvor kishining eng cho'ng bir aloyiq nimasi, u o'z umidvor bo'lib qolmasdan atrofdagilarni umidvor bo'lish yetaklaydi. U qarshi tarafning kichikgina ortiqchiligi bo'lsa, maqtab turdi, rag'bat berib turdi. Uning yaxshilishini, uning taraqqiyotini o'ylaydi. Chunki u bir haqiqatni tunib yetadi. Chunki uning e'tiqodida u uchrashgan har bir odamning amaliyot o'zgarligini his qila oladi. U buni his qilgan vaqtda boshqalarni rag'batlantirish orqali, boshqalarni taraqqiy qildirish orqali amaliyotda o'ziningmi kuchayotganligidan iborat bir haqiqat tunib yetadi. Buni tunib yetmay turib so'zlangan umidvorlik bu faqat umidsizlikni yushirish uchun deyilayotgan bir yolg'on maskadan boshqa narsa emas. Shunga hammanglarning shundoq bir haqiqiy ma'nodagi bir optimistiklik odam bo'lishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Mening hamda azroq bir jiddiy ishim bo'lib qolganlik uchun Choyxon ahli bilan o'zini o'tiraplanmadim. Shu mo'tavarning ruxsat berishini chin dilimdan Bo'ldi. Ruxsat. Umidvorlik bilan tilayman. Rahmat. Rahmat. Yaxshi so'zlab berdingiz. Rahmat Ali ma'lum, izdan ma'lumlar ajab yaxshi so'zlab berdi ya. Mo'tavar aka. Xo'sh. Choyxonamizga bugun yana bir aziz mehmonimiz qadam tashrif qildi. Ya'ni mush Urumchi shaharlik bolalar doktorxonasining doktori Mayra Mijit xonimmi o'tiribdi. Endi Mayra Mijit xonimning kimi mush vaqtdagi bir tushunchalarini mundaq bir anglagan bo'lsak niki deyman. Haqiqiy umid tug'ildiga yoki. Qani. Assalomu alaykum. Bugun mush choyxonada sizlar bilan mustaqbil didorlashganligimdan xursandman. Taqdir odamni muayyan paytda mustaqbil do'stlar bilan aytdi, aktiv energiyalik do'stlar bilan uchrashtirdi ekan. Yuqorida shu Muhammad Sulaymon izdan inimning ham Ali Qurbonning so'zlarini anglab aytdi, so'yindim. Shu umid ham umidsizlik bir-birsiga qarama-qarshi bo'lgan sukufqum. Umidvor bo'lganda odam o'zining arzu armonlariga yetadi. Mesela salomatlikda mazil ko'rilgan vaqtidami, uningga umidvorlik bilan muomala qilib, shu reallikni qabul qilgan vaqtida, mayli og'ir kasallar bo'lsin, mayli turmushdagi har qanday ishlar bo'lsin, reallikni qabul qilgan vaqtida umidvorlik bilan yashaganda o'zimi nayt xo'shal yashaydi. U odamga nayt zo'r xo'shallik nab keldi. Ümidsizlik bo'lgan vaqtida, masalan, bir kasal bo'lsa, voy men uning oqidan nima bo'laman, o'lib ketamanmi, qanday qilaman deb yomon oqibatlarni o'ylagan vaqtida uning ruhiy besim bo'lib, o'zini texmo, kasalni texmo og'irlashtiradi. Masalan, salomatlik tarafdan so'zlasak. Amdilqi to'g'ri tafakkur qilish, aktiv tafakkur qilishmi bek muhim. Amdilqi inson uchun eng zo'r baxtmi, yaxshi tafakkurlarda bo'lish, yaxshi o'y fikrlarda bo'lish. Shu munosabat bilan har biringlarga arzu umidlarini amalga oshishini tilayman, umidvor yashashni umid qilaman. Voy rahmat. Rahmat. Ajoyib yaxshi gaplar bo'lyapti. Andavasi boyatim mana Muhammad Sulaymon ma'lum, izdan ma'lum, Ali ma'lum, Mayra xonimni nayt yaxshi so'zlab berdi. Mayra opayniki bu gapini olgandan keyin menda bir hikoya esim kelib qoldi. Bir kasal bo'lib qolgan odam borkan, saqlamaslikqa ko'zi yetib qopti-da. Shuning bilan bu doktorxona bir berib ko'rinib faqat shuningdimi deb doktorxonaga borsa, doktor buni aytdi, samimiylik bilan u odamga debdi. Qaytib berib, yaxshi kutining, kishingiz bak ig'irlab ketibdi. O'zingiz yaxshi kutib degan keyin aytdi, ko'ngli parishon qaytibdi uyga. Beri o'tirib ketdi bu odam. Mushnaq ulab ketaman hamda. Nurg'ulg'an arzu armonlarim batdı. Nurg'ulg'an mening tilaklarim batdı. Qilmagan nurg'un ishlarim batdı. Uni qanday qilaman deb bir xil besim uchrabdi bu odam. Shuning bilan yetibdi. O'ylasa ekan, bir kun mana quyosh chiqib turgan chaqda asta o'rnidan turib, bag'ansir ig'irlab ketdi bu odam. Tamni tutib, derazani bir o'ylasa qarsa,
bir tüp daraxt var ekan. Bu daraxt bunday g'azonlari shu sag'irib ketgan yo'pirmoqlari. Bir azroq bir necha tal yo'pirmoqlari ko'k qog'ilari sag'irib ketgan sug'urdiq odam bo'lmagan keyin bu odam kasalchan. Shuning bilan bu daraxt qarab xiyol cho'kib qilib, mening hayotim ish daraxtga o'xshaydi ekanda. Bu bir tabiatning qonuni ekan deb bu texim ümidsizlanib yana kayna qaytar ekan. Shuning bilan kecha yomg'irlar yig'ib bir necha kun yomg'ir yishim bo'lib ekanda. Shuning bilan bir necha kun o'tgandan keyin bu odam yana o'rnidan turib yana bir qarab baqaydi kunlar shunday ichilg'a vaqtida berib qarasa bu daraxt o'tgan qitim qaraganda xelili jiq yo'pirmoqlar ko'kirib turgan. Lekin hamiz ko'kirib ketmasmi? Tirilib qolganda hali. Turib, bu yomg'ir ishlar bo'lgan ki buning bir energiya hosil bo'lgan chaqda bu ko'kirdan ketganda deb bir xil buning bir idisi bir umid paydo bo'ldi ekan. Shuning bilan buning ko'z valli yo'rgandek bo'ldi ekanda, yo'riblar to'xtabdi. Odam harakat qilish kerak ekan. İzlenish kerak ekan. Umid var yashash kerak ekan deb taloq chiqib, nahayatda shu tirishchanlik bilan gullarni teriydi ekan, o'sha qushlarni beqib, bu o'zining turmushiga, hayotiga bir o'zgarish akildi ekanda. Shuning bilan kundan kunga u odamning salomatligiga ozroq yaxshi bo'lib qoladi ekan. Eliq daraxtmi kundan kunga ko'kirib, keyin qarasa bir mezgil o'tgan keyin bu daraxt ko'p daraxt bo'lib ketdi ekan. Ko'kiribchi. Çünkü adam perviş kıldı ekanda. Şunu bu adamdan mı selametlik keyin qarsa bu taygan güllerim ösep, o kuşlarım şunda jıqıyıp, bu turup özünün kesel ekanligini de unutulib qolgan holat kelib qapti bu adam. Oy, rasman kesel deme deb ancha bir eslik kelib qoldi ekan. Demak bu adam mushundaq yashash orqali umidga to'lgan ideya bilan yashapti ekan. Kunlarni birda berib tekshirsa, keseli yo'q. Yaxshi bo'lib qapsiz. Degan oy deb qaytib kelgandan keyin bu odam umid var yashash kerak ekan. Agar men shu vaqtida bo'ldi bu dunyodan umidsizlandim deb umidsiz yotgan bo'lsa, ehtimol voz kechgan bo'lsa, ehtimol u dunyo ketgan bo'ladi. U odam umid var yashayotgan, qanday bo'lmasin sababini qitgan, bu sababsiz to'xtagan gap. Shuni bu odamni turib anandan keyin umidsiz yashagan bilan umid var yaşagandan farqini şu vaqtida aydınlaştırıp ekan. Aziz mehmonlarninki shu topda damlangan issiq chayimni ishkashmish, ishkib adam naqsh anglag'isi kelyapti deyman, ha? Naqsh anglamdoq. Anglaylar. Assalomu alaykum choyxona ahli. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq aziz ko'rmanlar. Bugün çayxanaga kelib, hammamizdan didorlashib, aqllarimizdan, ustozlarimizdan nəhayət ümid to'g'riliq yaxshi gaplarni angladik, nəhayət yaxshi bilimlarga ega bo'ldik. Bu kayfiyatni bir daraja yuqori ko'tarish uchun Tarkocha degan naqshni olib keldim. Qani huzuringlarda. Yaxshi qilib alemga turar kendime şu güzel üstünge baktım Tarkoça canlanam bir ağrıdı bağırdım
Sangay qarayman tar ko'cha Kardaydı koynum bir cahan bir güzel Dilberman sen arkuca Kimseye kardaydı koynum bir cahan bir güzel Dilberman sen arkuca Sen de akşun Nırgal yerim ikice Şunla ben Şunla yarim tar kuca Kalbi Paris'le İstanbul'un senin iş kalbimde gülhan tar kuca Meyli Paris meyli İstanbul ben senin iş kalbimde gülhan tar kuca Minni üstürgen anam sen tar kuca Minni üstürgen anam sen tar kuca Şunca berna kız yigitke pası var Bir güzel dilber bakan sen tar kuca Şunca berna kız yigitke pası var Bir güzel Dilber makan sen tar kuca Dilber makan sen tar kuca Adeta yuqorqi hikoya xil bizga ijobiy energiya beradigan hikoya ekan. 35 yoshning qarshisida olgan bir odam intayin tushkun kayfiyatda bir do'stini izlab keldi ekan-chu. Uning do'sti ham bir umr mush rak kasalini tadqiq qilgan bir mutaxassis ekan. Uningga bir qog'oz ko'rsatdi ekanda. Shundoq tushkun kayfiyatda. Nima qog'oz ekan desak, rak bo'lib qolganlik isbotnoma ekanda. Shundan bu doktor ko'rib uning deydi ekan. Bu tekshirishda hech qanday rakning alomatini ko'rmadim men. Xato bo'lib qopti bu degandan keyin bu intayin Xo'shal qaytib, burunqiday qandaq qiyas shundoq yashab, umidvor bo'lib, uning kendi qiziqadigan ishlarini qilib, mangandan keyin 2 yil o'tibdi. Keyin ham bir tekshirgandan keyin ras rak yo'q ekanda. Am bu nimani tushuntirdi ekan desa, odatda bu shu davolash unumi jihatdan, unumi ojizlikdan kuchlikka minish tartibi mundaq ekan. Eng davolash unumi ojiz bo'lgan okul deydi. Uningdan azroq yaxshisi dora. Uningdan yaxshirog'i oziqliq. Uningdan bu notisi yemaklik deydi ekan. Hem eng notisi nima ekan desa, kayfiyat ekan-chu. Şunu ko'p qism ahvollarda biz doktorxonalarga borgan vaqtimizda pek kasal emas bo'lmasa. Masalan, bizga doktor bir dorini berdi, tekshirdi. Ya saqtisimi unutmaymiz ba'zi kunib qolganda biz cho'qim menga dori olmasam bo'lmaydi. Chaqib bir yarim chataq turdi meni degandan keyin biz ko'zga kirib olamiz. Ham bu doktor qanday qildi ekan desa, odatda bir vitaminni berib qo'ydi ekan bizga. Mushuni yesang, salomatga saqaysan degandan keyin, rost mushuni yeb saqaydi ekanmiz da. Şunu bu yer nima saqaytdi ekan desa, bir odamni saqaytadigan dori emas ekan. Mushu dori saqaytadigan meni degan bir ideya yoki doktorga bo'lgan bir xil ishonch uningda yaxshilanish paydo qiladigan gap ekan. Şunu o'tganda bir maqola o'qib qolganman. Mushu rak degan so'zni kashf qilgan odam dunyodagi nurg'unlagan kishilarning o'limiga javobgar deb qaraldi. Nima ish qilsak, rak bo'lsan degan gapni anglaganman nurg'un odam tushkunlashadi. Chunki saqaymaydi bu kasal ko'p hollarda. Asli buning qo'yilgan ismi nima bo'lish kerak ekan deganda, tentak hujayra deydi ekanmiz buni.
Masalan, bizning badanimizda 60 trillion hujayra bor ekanda odam badanida. Qanday vaqt ziyaram his qildik ekanmiz desa, bir qism hujayralar aslidagi mang'an liniyat mangmay. Ushaq tarquvchilarga kirib olgandan keyin kuchlab mang'andan keyin oziq-turuqlashda yoki yetkazishda biz ziyaram his qildik ekanmiz. Ammo shu vaqtda bir odam o'zini voz kechish degan gapning o'zida shu hujayralarga ishga urish, qo'zg'ash fursatini bergan bo'ldi ekan. Ya'ni odam o'zini voz kechganning o'zini nima derak etgan desa, odam badanidagi podshohlikdan taxtdan tushgan bilan barobar ekanda. Demak, ham bu yerda odam badanidagi podshoh taxtdan tushgandan keyin, ya'ni voz kechish umidsizlik shuni ko'rsatadi. Boshqa tantak hujayralar texmo ko'p hujayralarni chaqirib kelib, kasallik texmo eg'irlashga boshlaydi ekan. Shunga bu yerda rak degan so'zni biz umrimizda anglab qolsaqmi, yolg'on. Men rak bo'lmayman dedikmi, rak bo'lgan odamni cho'qim omon bir kun saqlaydi ekan. Sog'lom odamga agar rak bo'lsan degan isbotni berib qo'ysa, shuning ishini qilib qolsa, u uzun qolmay cho'qim rak bo'ladi ekan. Bu meditsinada jiq ko'rildimi ahvol. Ikki bemorninki u diagnoz olmuş qilib, saq odam rak chiqib, rak odam saq chiqqan ahvol ko'p ko'rilgan-ku. Bu onda ahvolda saq odam rak bo'ldi ekanda. Nima ish qildi desa, voz kechdi ekan ham. Voz kechish demak, bizning badanimiz asta-asta shu kasallikka qarab yuguradigan gap. Shu bayamqi misolda men nima his qildim deganda hikoyada Odilkamninki. Bir odamninki umidvor yoshida eng muhim bo'lgan bir narsa bor. U bo'lsin rishta. Yoki bir aqida qildigan yoki voz kecholmaydigan yoki qiyolmaydigan bir narsa bo'lgan chaqda menimcha u boshqa jihatlardan yaxshi qaraydi. Shunga umidsiz odam qandoq bo'lgan desak, u ko'p hollarda meg'izni ko'may, shakalni ko'rdi. Yoki ma'lum bir qiyinchilik yuz bergan chaqda yuttirginni ko'rdi, erishginni ko'maydi. Amaliyotda biz har bir ishdan ham yuttirimiz ham erishib ma'laymiz. Demak, bizga nima qiyinchilik keldi desa, ofatning keyinda omad va deb qaraymiz. Shunga nurg'un ahvollarda mening tavsiyalarim shu tushkunlish vaqtlar umidsizlarga birinchi bo'lib har qanday ishning keyinda bir hikmat bor deb qarash. Shunga men deyman, qanday odam oson umidsizlik degan vaqtda biz cho'qim o'zimizni tushunishimiz kerak ekan. Eng muhim bo'lgani-chu sirtni tushunish kerak ekan. Chunki qanday ahvolda biz umidsizligimiz, uydagi hisobot bazoq to'g'ri kelmaganda. Endi qanday ahvol ostida uydagi hisobot bazoq to'g'ri kelmaydi? O'zining hisobotini tushunmaganda yoki bazorning hisobotini mo tushunmaganda. Shunga umidsizlikniki negiz nagi bor desa, bilmaslik, nodonlikdan keldi. Biz nurg'un narsadan qancha mukammal tushungan sari hamma narsani to'g'ri tushunadigan bo'lamiz. Hech qanday narsadan og'rinmaydigan bo'lamiz. Birisidan pul so'rasak bermasimi, cho'qim berish kerak demaymiz. Berish bermaslik o'zining ixtiyori, ba'zi ta'lim deb qaragan vaqtimizda bu yerda intan yaxshi bo'lgan bir turmush erishimiz. Men shuncha vala ko'p tirishdim, lekin men utuq qozonmadim. Men voz kechishim kerakmi dedim. Siz yetarli tirishmagan yeringiz bor deyman. Yetarlik emas. Men bu so'z bak intay muhim ekan-ku. Shunga siz bir umr tirishib, ko'zlagan nishonga yetmagan bo'lsangiz, hargiz sirtda og'irmaymiz. Kimda og'irni emas? O'zimizdan. Shunga birdan bir omil, ikki omil bo'lib, To'g'ri. men demak yetarlik tirishmabdiman. Shunga bundaq ahvol yashagan vaqtimda menimcha mangu qo'ymaymiz. Yashanganlarning oson yashinib qilish sabab ularning bog'lanadigan bir ish chiqolmaydi ekanda. Shunga shu tushunchalarni o'rtoqlashqim keldi. Rahmat. Endi umidvor bo'lishni ta'kidlayapmiz. Umidvor bo'l deb umidvor bo'lolmaydi-ku. Buni nuqul holatda bir shuvar to'lash orqali yoki balaga to'xtovsiz umidvor bo'ling balam deyish orqali umidvor bo'lish menimcha uzun bo'lmaydi. Menimcha umidvor bo'lishda ikki muhim bir omil bor deb qarayman. Birinchisi nima degan vaqtda, ma'lum bir odam hayotida utuq qozonaman desa yoki baxtli bo'laman desa yoki umidvor bo'laman desa, ikki savol javob berish kerak. Birinchi savol nima desa, men mushu ishni qilishni xohlamdim. Ya'ni qilishni xohlash masalasi. Ikkinchisi qila olamdim. Bu nima degan vaqtda qobiliyat masalasi hamdi. Ko'p qismi ahvollarda bir odamda qilishni xohlash, ya'ni nisha yo'q. Lekin u qila olasimi, qilishni xohlamag'achqa, ya'ni umidsizlik uni chirmib oladi. Hamda ikkinchi xil ahvol nima degan vaqtda qilishni xohlaydi. O'tdak ishtiyoqi bor, lekin qilolmaydi. Nima ish qiladi desak, uning amaliy bo'lgan bir qobiliyat yo'q. Shu qandoq odam mangu umidvor bo'ldi degan vaqtda ham aniq bir nishoni bo'lgan. Shu ishni qilishni xohlagan. Ikkinchisi shu ishni qilish nisbatan uningda yetarlik bir dasmoya bo'lgan chaqda qila oladigan. Bu odam ham qila oladi, ham qilishni xohlaydi. Ikkisi birga kelgan chaqda u ko'zlagan nishonga bora oladigan gap. Shu g'arib sayohatda Tangsingning g'aribga o'tdak bag'isi bo'lsa-mu, lekin u bora olmaydi. Sunukun bora oladi.
Lekin onun bağısı yok. Yani bundaq ahval ikkisi bir keldi. Berishni xohlagan odam bilan berish iqtidor bo'lgan odam birga kelgandan keyin, demak ular ko'zlagan nishonga yetdi. Shunga sizda cho'qim tansingdek tavranmas aniq nishon, ikkinchi sunukingdek shu nishonga yetish uchun ketirgan nurg'unlagan qobiliyat, iqtidor, mahorat bo'lishi kerak. Rahmat. Yuqorida bizning ustozlar, ma'lumlar naytdim shu umid var yashash to'g'riliq naytdi isil gaplarni qilib berdi. Birlig'iz gap. Buningdan hayotimizda qanday yashash kerak ekan? Umid var. Ha, gap tugdi. Mening bir balam batdı, balamning kalisi batdı, balamning kalisining balisining tanisi batdı, balamning kalisining alisi batdı, balamning kalisining balisining alisi. Men taxunning balisining kalisining alisidan sal uzroq edi. Tunaga yo'qolib ketgan ko'rganlar bormi? Umid var bular, bao. Bo'ldi, bakem bo'ldi. Men ishonaman. Ondan so'ng umidvorlik bilan yana navbat men kelib qopti, yumurdim va to'rtni so'zlab o'tmaymanmi? Anglamdi? Mayli, Anglab bakalım. Mo'sha bir odam kech vaqti shu cho'ng yo'lda yolg'iz ketib olsa, yo'lning ikki chetdan 4-5 qo'yli chiqiblan palaq puluq urib dasab yotqizib qo'yibdi-da. Oradan bir katovash chiroy bir aylan chiqiblar, qo'liga 800 qo'y pulni tutqizib qo'yib, "Xaponmajmi, adasini xato tunib qopdi." Debli ketib qopdi. Ketib qolganda keyin odam qattiqqa kelib asta olqinni ichib, "Ey, tayinliq o'g'andiki yana bir 2000 qo'yliq urib etgan bo'lsang, Oppo telefondan birni ololmamdim." Bir 3 balaninki uyi 33-chi qavat ekanda, lekin bu binoda lift yo'q ekan. 33-chi qavatga menib chiqdi ekan bular. Va. Chiqib 3chi deyishyapti. 10-chi qavatga chiqqan vaqtda birsimiz yumraytimiz. 20-chi qavatga chiqqan vaqtda yana birsimiz yumraytimiz. 33-chi qavatga chiqqan vaqtda yana birsimiz yumraytimiz. Des ma'qul deb shu bo'yicha qildi ekan. Eng oxirida 33-chi qavatga chiqqan vaqtda yumraytadigan bola, "Men sizlarga eng qiziq yumurdan birini aytib berayman" desa. "Aytaqina" debdi ekan. "Oshq uchun past qolib qopti" dedi ekan. Bir ayol kunduzi bozor aylanib ketib olsa, yo'ldoshi boshqa bir ayol bilan qo'ltiqlashib menayotgandekda bozorda oldiga uchrab qopti. Qishiq berib yo'ldoshidan, "Ishqinglar bozor aylanib o'tibsizlar-da" desa, yo'ldoshining qo'ltig'ini olib mangan ayol, "Biz bozor aylanib ketyapmiz, sizning yo'ldoshingiz uchun nima ish birga chiqmadi?" "Mening yo'ldoshim ishdan aylandiga chiqib ketgan" dedi. Rahmat. Xo'sh, aziz mehmonlarning kayfiyatini texnik yuqori ko'tarish uchun men bir ishki yumor sizlab bersam. Voy, rahmat, bo'ldi, anglaymiz. Mush axlat teriydigan, eski-kichiklarni yig'ilgan bir odam, mush bir o'ltiraq rayonining ichiga kirib, cho'ng bir axlat sonini olib tursa, ehtiyotsizlikdan shuning tepidagilar 3-chi qavatda deri surtayotgan bir ayol axlat sonini ustiga uchib ketdi-da. Shun bu odam shundoq bir chiroyli ayol. Shun poh, shaharliklar nima degan isrof qura? Bir umdal ayolga 1-2 yil uy tutib ondan tashib yasish deydi. Qo'shnimiz bor. Ana bu akamiz da qo'lligida bor pul topgan odam. Ayoldan tehlikamiz bor akamizdan. Bu ko'ndim varan turang, bu cho'ng tijoratchi bo'lmasa. O mush ayolni bir hafta bir yo'q bo'lsa, tijoratini xotirjam pulini tepib olsam deb xiyol qilgan kunlarning birisida bu ayol tuyuqsiz yo'qolib ketdi-da. Oqdim yo'q, ko'kdim yo'q, shun bu ne ketgandamdi deb o'tasa, tuyuqsiz telefon jarangishib ketdi. Voy deb olsa, bu ayolni go'riga olgan ekan. Men ayolni oldi go'riga oldim. Darhol 1 million pul tayyorlab, bo'lmasa ayolni o'ltirib dedi-da. Degankin bu turkitib, "Ne pul desang, menda bor. Mush ayolimni sen bir hafta tutsang, necha desang shuncha o'raydi" dedi-da. Endi shuni bilan o qaroqchi, bu nima degina ayolni o'ltirdimi? Sen chaqchaq otamsa ya desa, mening mushta cho'ng bir tijorat ishim bor qara. Mush bir hafta ichida qildigan. Men mush tijoratimni saqlamat qilib olsam, necha pul desang, og'ina bu xotin meni ishimni ish qilg'izmaydi, bu tijoratimni buzdi bu xotin. Desa, shunda qaroqchim qiziqga, unda o'sha 2 million tayyorlar, hozir ayolini qo'yitimiz dedi. Bir yangi matematik o'qituvchisi hamda xizmatga chiqqani uzun bo'lmabdi. Ana bu bolalarga ders o'tish jarayonida bir bola ekan, bek kapsiz ekan bu bola. Bu bolaga 0 degizamay, shunda japatat ketdi-da bu. Uni desam bolalar 0 demaydi ekan, uni desam 0 demaydi ekan, shu bu bola qandoq degizaman deb shu bu matematik o'qituvchisi ekan.
Hey desen. Apanın kolda 50 koy pul var. 50 koy pul ne? Dadan koldan tatıp ivası nemi çıkıdı? Türkiye'de apamın koldaki 50 koy pulunu dadam ivasa cidel çıkıdı dedi. Ha shunda yaxshi oldu. Men mi quruq kelmadim? Mushu bizdan mushu endi yerlik mush Qashqardan bir yo'mildim bishikka. Kelime. Ağaç keldim. Ne var ag'inam bor, o'zimizdagi Qashqardan. Chet elda turdigancha, chet elda o'qib, kichkina chet elda cho'nglab qoldim. Keldi Qashqarga kelib. Voy keldim dedi, badem bil tamoqqa bir oshxonchidiqda. Oshxonchidib tamoq purtishni oldida tayyorlab qo'yar ekan bag'inamdan. Aşağı künep kalganda Avrupaca işte жүрüp sen keplam somkusunu koydu. Orada işte çaynak yarışı tuttu dep somkusunu appaklatısı var ki bu yan diyen çıkıpmış da toğırlap işte ottadı da ottağı diken buna aşkandan lobunum kızlık akımızda. Bir mülazibetçi bana çakır kulkuk pişirildi hep. Nimdeydi kan demdi bol dep ceyim otta sakırlık mülazibetçi bana keplamak yine. Kaysa tamak pişkışma sakalını ağaçtıran da. Bu ağabeyim kiyimlerinden de kuruk yüz dükkanına girip bireydim. Yeni açıkan bir dükkan vardı bizden Qashqarning merkezde. Şuraya girip o bir tal işten bir tal çapanımdı. Girip lan bana bir jüpersanız digendikler kısalar çıralık hep. Hem işten 25 koy, çapanın 50 koy jüyümüz digendiken. Oy bu nimda kıymet jüyüsü bölek geldi işten digen 15 koy çapanın 25 koy jüyüdü. Siz bak kıymet çıkansınız o digen kısa düşendirip getirdi. Oy bizden ma yavur çetelden ekkeyen üskülünüz anda yaxşı jüydü, bek pakiz kiyimza kılcık çelini kaldırmayı digen. Kaysa abi bütün günahımız koşup jüyandı ya bu. Yan bir ağayla var. Bir şey töt tal çıkardı. Lakin onun bir kazop kılıp kaçıp jürüyordu ağayla. Ne varsa bir ağayımızdan pul yap koyup ben beğenmeyim. Şimdi bir keyni içipti de bununki. 100 turan körüşüp almasam, el ağayla katlık yakı kılınmasa, ya bir tıllı kılınmasa bir günü keyni içip tutulaptı bunu. Adaş bir gen pulamdı be. Hem de pulamdı beğenmesen. Bombayı diken düşündürüp canım adaş ben belirttim. Hazır işim bek dolu adaş bek ciddi men işimiz çiçimdi mi dolu diken. Ağabeyimiz de o bir şey kalite. Abi gel çıkışın yok ki sakat dursa boğdek bir. Madem ders almışlar da hikmetsek. Evet olsun. Evet. Asmanın alay ayni Boynumga salay yavni Asmanın alay ayni Boynumga salay yavni Yer yadımga yetkende var içme koymen çayni Yer yadımga yetkende var içme koymen çayni Yer yadımga yetkende var içme koymen çayni Yer yadına yetkende var içmek yemem çağırdı Ben kendim
ümidim çükmeydu cinim merem Seyyarından kutları gülmerem Yalkılaydı uçmeydu cinim merem Yalkılaydı uçmeydu cinim merem Sana yazgan hitimli günlerim Akemler inip geldi cilimlerim Sana yazgan hitimli günlerim Akemler inip geldi cilimlerim Bundan bir adem yok günlerim Kendini acık öptü cilimlerim Bundan bir adem yok Kadriniz acep güttü cinim merem Rahmat, teşekkürler. Rahmat. Çoğlardan mındaq qalğan bir hikmet var. Bir şəhərni avat qığıcı, bir köngülni avat qıgan əvzəl degan gap var. Ha yana tehi ümit yaşnatıdı, g'am qaqshtıdı degan hikmatim bor. Çayxanımız isilcay, üzülmeydi o qadamlar. Oppo bilan Kamranmo qo'llab turar yaqindan. Mötüverni keygenler bulur her çağ mötüver. Sirdishimni ichishib keldi jiroq yaqindan. Aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, kelar hafta çayxanamızı jam bo'g'ichi oltin tininglar aman bo'lsin. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.